Heyo, hammaga bolalar yaxshimisiz? Tutimiz sizlar bilan men Alpha Gaming bugungi videoda bo'ldi sizlar bilan biz Minecraft o'yinidan mazza qilib dam olamiz. Agar kanalga yangi bo'lsanglar obuna bo'lishni unutmanglar. Bu video meni kanalimda birinchi video bo'ladi. Agar video to'g'risida kamchiliklar bo'ladigan bo'lsa, yozib ketishingiz mumkin. Kommentariya ochiq bo'ladi. Hozir yozib olayman nikimni. Gaming uz. Вот, mening nikim. Okey, video ketyapti bolalar. Okey, sozdать мир. Yangi mir sozdать qilamiz bolalar. Va mana bonusini qo'shsam ekan. Davay, bonusini qo'shamiz. Ketdi. Kanalimga yangi bo'lsalar obuna bo'lib qo'yinglar. Iltimos, bu kanalimda ham xudo xolasa 1Kga chiqarishim kerak. Men 2-3 ta akkauntim bo'lgan va ularni sotib olganman. 2,5kmi? 3K shunday bo'lgan bo'lishi kerak. Sotib oldim. Bitta bolaga ismi Rashid meni Rashid edi. Shunga sotdim. YouTube kanal ochaman deb yuruvdi menga. Shunda bir ikki narsalarni to'g'rilab olaman, keyin savolimiz boshqa uramiz. Videoni qassak bu. Okey, bizga yog'och berishgan. Buni bu oddiy nima? Non, olma, qo'ygan kerak narsa ekan. To'rtta nima bizga? Fakir nima biz gullar o'rmonidan, gullar nimadan, vodiysidan spawn bo'ldik. Bilmayman, FIFA Minecraft nega buni spawn qildi bizda bilmayman. Sigir boylar. Okey, bizga ovqat kerak bo'ladi. Yemos yo'q ekan, ok, biz endi nima qilamiz? Bizga bundan kerak bo'ladi. Voy bilay. Buni ham aylantirib olsak bo'ldi. Ikkitasini nima qilib yuramanmi? Okey, nima aylantirib qo'yamiz va biz pastga ketamiz. O'zim bolalar saygina shamollagan. O'zim ilgari video olgan paytlarim, video olganda videoda gapirgani juda sekin eshitilardi. Sekin eshitilishini men xohlamayman. Так что, xo'sh, chiroyli, ovozi baland bo'lib eshitilsa menga normalroq. Boshqalarga ovoz eshitilgani yaxshiroq. Bu o'yinni o'zini ko'rgan emas, balkim videoni eshitgan yaxshiroq. Shunda yaxshi bo'ladi men uchun. Tepaga chiqib bitta versiya kerak. Okey, başka Toshida tezroq sindirsa bo'ladi, tamam? Ko'mirni nima? Yog'ochnisida sekin bo'lganini ko'raman, toshida ko'proq va tezroq bo'lgani yaxshiroq. Voy, ko'mir hali anchagina ko'p ekan, u bitta. Ana bo'ldi. 19 ta ko'mir chiqdi, bola. 19 ta ko'mir. Nechu. Endi biz temir topsak bo'ldi. So'rovalimizda maqsad chiroyligina uy qurish.
Maqsadimiz hozirchalik maqsad survolcha qilib, yangi va chiroyli uy qurish. Shunda normalniy bo'lib ketadi hammasi. Bir stak tosh yetib ortadi bizga, bir stak. Ko'p ketadi-da. Shunga umuman bo'ldi, mana bir stak bo'ldi. Bo'ldi, mana toshlarni olib qo'yamiz. Yonimda kam bo'lsa kerak. To'g'risini aytsam, nima ovoz ko'proq Xayrabrin bu Minecraftdan chiqdi. Lekin mana Minecraftda Xayrabrin bodi shubhamadi borligiga. Shubha bor. Va men ishonmayman. Eshitgan bo'lsanglar, ovozni eshitgan bo'lsanglar. Keyingi videoda Xayrabrin o'zi qanaqa mavjudot va u kimlarning videolarida mashhur bo'lib ketganligini sizlarga ko'rsatib obzor qilib beraman. Shuning uchun kanalga obuna bo'linglar, videoga like bosinglar va kommentariyada video qanaqa chiqqanligini yozib keting. Yaxshigina daraxt chopib, uyda bo'shab qo'yish kerak. Bo'ldi, menda hozircha bloklar yetarli bo'ldi. Men uyni boshlanishini qurib bilaman. Va nariyatda qaranglar, chiroyligini ochiqcha joy bor. Mana shu yerdan quraveramiz uyni, chiroyli qilib. Uyni ikki etaj qilaman va yonida fermachasi ham bo'ladi. Men shu vaqtgacha faqat chiroyli uylarni qurib kelganman. Bu ham chiroyli bo'ladi hali. Agar video kamroq bo'lib qolsa, nima bo'lmaydi, xafa bo'lmaysizlar. Mana o'zimni shaxsiy ishlarim bor. Ok. Osana çıxır və 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 3, 4 və 2, 3, 3-dən болады bunda. Şunda və qaraylar, uyda polilan qutu çıxır. Buna bitsə, basıb qilib görə chiroyligina taxtadan qilingani yaxshiroq ko'rinadi. Buni pasti taxtadan bo'lgani. Agarda bizga taxtamiz yetmay qolsa va uyimiz bitmay qolsa, qolgan ikkinchi qismda qolgan uyni davomini qilamiz. Uning uchun kanalga obuna bo'ling. Boshqa aytgan gapim, kanalga obuna bo'linglar, videoga like bosib, kommentariyada shunday yozinglar, okey? Minecraft survivalning ikkinchi qismini chiqaring deb yozinglar, bo'ldi, men chiqaraman shunda. Nima cho'zib o'tirmayman. Chiqaraveraman. Uni cho'zib o'tirish yo'q. Boshqalarga o'xshab.
Men shuncha like so'rab, bir like so'rab, yo'q. Qo'ldan kelgancha yig'ilganlar. Короче, obuna bo'linglar. Nimaga desa, bilasizlar, yangi yil keldi. Yangi yil, xudo xolasa. Ozgincha vaqt qoldi yangi yilga ham. Shunga menga yangi yilga sovg'a qilib bir qaqib bersanglar, YouTube kanalimda men juda xursand bo'laman. Iltimos, kanalda bir qaqilinglar, bo'ldi. Qaranglar, daraxt nima uy dizayniga oq daraxtdan qilsam ekan yoki o'zimizdan обычныйmi? Shuni ham kommentariyga yozib ketinglar, men o'qiyman hamma kommentariyani. Обычный zo'rmi yoki nima oq daraxt zo'rmi? Shuni yozib ketinglar. Shuni yozib ketsanglar, men sizlarning gaplaringga qarab qura boshlaman. O'zim yoqqan обычный daraxt. Qaysi daraxt zo'rligini asli shunga qarab, undan dizayni shunga qarab quramiz. Okey, men o'tadigan eshik bo'lsa, men bu yoqda ikkita, bu yoqdan ham ikkita mana o'rtada bo'ladigan bo'lsa, da teng mana teng quryapman. 3. Hop, boshiga kichkinaroq yuqamiz. 3. Ikkita qilgan ekanman. Spam bo'lib. Ikkitadan bo'ladi. 1 2. Akalar, bolalar, video shu yerda tugaydi. Agar kanalda yangi bo'lsanglar, obuna bo'lishni unutmanglar. Survival xudo xolasa ikkinchi qismi yaqin orada chiqib qoladi. Men hozircha qila olmayman. O'zim ishim chiqib qolgani uchun nima birinchi qismni tugatib turaman. Obuna bo'linglar, like, kommentariy yozinglar, bo'ldi. Okey, ikkinchi qismni chiqaring deylar, men chiqaraveraman. Video tugadi bolalar. Ko'rishguncha xayr. Xudo xolasa ikkinchi qismda ko'rishamiz.